Zarkin kurgini oldida ko'rib turibsizlar, yangi ochilgan Taxta bozorga keldik. Taxta bozorimiz yangi ochilganligini munosabati bilan atrofdan arzon sotyapti. Mana sasnalarimiz menga chiroyli qilib terib qo'yilgan. Bundan tashqari mana yerda mana rekalarimiz bor. Rekalar razmeri bor, xohlagan razmeringiz. Yana cho'rni rekalarimiz ham bor ekan. Tomyobkani pol taxtalarni, mana unisi menimcha rossiyskiy bo'lsa kerak. Pol taxta desiz, pol taxta. Sasna siz sasna, teray siz teray. Xullas qaranglarda, bitta tom yopaman siz miqidan tortib tomga ketadigan barcha mahsulot mana shu yerda bor. Shipirigacha bor. Shipirda hozir Quvasochek shipirini atrof 50 ming sotayotgan bo'lsa, akalarimiz 48.500 so'mdan sotishyapti. Sababi klient o'rgatishga, boshida hamma yo'q klient o'rgatishga arzon bo'ladi. Mana lokatsiya ham aniq, tiniq ko'rinib turibdi. Tashlarda Zarkin kurigini oldida mana shuna sariq qilib bo'yab qo'yilgan turbalarni ham mana Optim sasna terak temir. Xullas temir ham bosh ekili 70lik 200 Sarson bo'lmang, ishingizni bir joyda bitkizing. Biz mijozlarimizni vaqtini qadrlaymiz. Reklamani ham itini qilib qo'yibdilar. Xullas pastga nomer qoldiryapmiz. Bu ishimizda dastlabkasi bor. Farg'ona, Marg'ilon, Kirgili, Tashlaq, Qo'shtepa, Qumtepa farqi yo'q, qizig'i yo'q. Bag'i bu tomoni Quvagacha olib beraveramiz. Usullar ko'ryapsizlar, teraklarni mahsuloti chiroyliligini yaqindan kelib ko'rishingiz mumkin. Tekis. Mahsulotlarimiz Xudo xolasa arzon narxda, sababi yangi ochilganligi hisobiga. Qurilish qilaman degan do'stingiz bo'lsa, jo'natib qo'yaverasiz.